Tasavvur qiling. Bugun siz barmog'ingizni pichoq bilan kesib oldingiz. Bu oddiy jarohat. Biroz og'riydi. Yuvib bog'raysiz va unutib yuborasiz. Ammo bundan atigi 100 yil oldin shunday kichik jarohat ham inson hayoti uchun o'lim hukmi bo'lishi mumkin edi. O'sha davrda oddiy tomoq og'rig'i, shamollash, tug'uruq yoki tish sug'urtirish ham hayot bilan xayrlashish xavfini tug'dirardi. Insoniyat asrlar davomida ko'rinmas, ammo juda xavfli dushman bakteriyalar qarshisida ojiz edi. Shifokorlar infeksiyani to'xtata olmas, faqat kutishardi. Bemor tuzaladimi yoki yo'qmi? 1900-yillarning boshida odamlar o'rtacha 30 dan 35 yilgacha yashardi. Bugun esa bu ko'rsatkich 70 yildan oshgan. Bu mo'jiza sehr bilan emas, ilm bilan yuz berdi. Bu antibiotiklar hikoyasi. Ammo eng qizig'i shundaki, bu hikoya reja bilan emas, tasodif bilan boshlangan. 1928-yil, London. Mikrobiolog Alexander Fleming ta'tildan qaytib, o'z laboratoriyasiga kiradi va stol ustida yuvilmay qolgan idishlar hamda tartibsizliklarni ko'radi. Oddiy odam uchun bu e'tiborsizlik, ammo olim uchun imkoniyat. Idishlardan birida g'alati mog'or paydo bo'lgan edi. Fleming diqqat bilan qaraydi va hayratda qoladi. Mog'or atrofida bakteriyalar yo'q edi. Ular go'yo ko'rinmas devor bilan o'ralgandek halok bo'lgandi. Bu mog'or bakteriyalarni o'ldirardi. Fleming buni penitsilin deb atadi. U keyinchalik shunday degan edi: "Men penitsillinni ixtiro qilmadim. Uni tabiat yaratdi. Men shunchaki uni topdim." Ammo bu kashfiyot darhol dori bo'lib ketmadi. Oradan deyarli 10 yil o'tgachgina boshqa olimlar penitsillinni tozalab, ko'paytirib, insonlarga berish yo'lini topishdi. Va aynan shu paytda dunyo tarixidagi eng qonli urush boshlandi. Ikkinchi jahon urushi. Urush paytida askarlar ko'pincha o'qdan emas, balki jarohatga tushgan infeksiyadan vafot etardi. Birgina yara, gangrena, sepsis va o'lim. Ammo penitsilin frontga yetib kelgach, vaziyat tubdan o'zgardi. Infeksiyadan o'lish ko'rsatkichi bir necha barobar kamaydi. Odamlar bu dorini mo'jizaviy dori deb atashdi. Pnevmoniya, sil, qon zaharlanishi endi davolash mumkin edi. Tibbiyotda yangi davr, antibiotiklar davri boshlandi. Antibiotiklar qanday ishlaydi? Oddiy qilib aytganda, ular bakteriyani ichkaridan ishdan chiqaradi. Ba'zilari bakteriyaning himoya devorini buzadi, ba'zilari ko'payishini to'xtatadi, ba'zilari esa uning genetik tizimiga zarba beradi. Ammo muhim jihat bor. Antibiotiklar faqat bakteriyalarga qarshi ishlaydi. Viruslar esa butunlay boshqa narsa. Gripp, shamollash, koronavirus. Bular virusli kasalliklar. Antibiotiklar ularga mutlaqo ta'sir qilmaydi. Shunga qaramay ko'pchilik shamollashning birinchi kunidayoq kuchli antibiotik ichishni boshlaydi. Bu foydasiz va eng yomoni xavfli. Chunki bakteriyalar ham tirik organizm. Ular moslashadi, ular o'rganadi. Biz antibiotiklarni qancha ko'p va noto'g'ri ishlatsak, bakteriyalar shuncha tez ularga chidamli bo'lib boradi. Bugun dunyoda super bakteriyalar paydo bo'lgan. Ular mavjud antibiotiklarning deyarli barchasiga qarshi tura oladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ogohlantiradi. Hozirning o'zida har yili 1 milliondan ortiq odam antibiotiklarga chidamli infeksiyalar tufayli vafot etmoqda. Agar bu holat davom etsa, kelajakda oddiy jarrohlik amaliyotlari, tug'ruq yoki kichik infeksiyalar yana xavfli bo'lib qolishi mumkin. Bu holat post-antibiotik davri deb ataladi. Ya'ni antibiotiklar endi ishlamay qoladigan davr. Ammo umid bor. Olimlar yangi yo'llarni izlamoqda. Ba'zilar bakteriyalarni yo'q qiladigan maxsus viruslar, bakteriyafaglardan foydalanishni taklif qilmoqda. Boshqalar okean tubidan, tuproqdan yangi mikroorganizmlarni izlamoqda. Hatto sun'iy intellekt yordamida yangi antibiotiklar yaratilmoqda. Yer yuzidagi bakteriyalarning qariyb 99% hali to'liq o'rganilmagan. Bu degani imkoniyatlar hali tugamagan. Ammo eng muhim narsa laboratoriyalarda emas, u har birimizning qo'limizda. Alexander Fleming o'z vaqtida shunday degan edi: "Agar antibiotiklardan noto'g'ri foydalansak, kelajakda ular bizga yordam bermay qoladi." Shuning uchun shifokor maslahatisiz antibiotik ichmang. Kursni oxirigacha tugating. Virusli kasalliklarda antibiotik talab qilmang. Antibiotiklar insoniyatning sehrli qalqoni. Ammo bu qalqon faqat ongli va mas'uliyatli ishlatilsa, bizni himoya qiladi. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Shamollaganda darrov antibiotik ichasizmi yoki shifokor bilan maslahatlashasizmi? Izohlarda fikringizni qoldiring. Bu Info Qadam edi. Obuna bo'lishni unutmang.